menda tez jahlim chiqadi va tez tushadi. Jahlingiz nimadan chiqqanini aytasizmi? Masalan, mana sizga nohaqligida aytasizmi, ichingizda ushlab turasizmi? Men jahlim chiqdi shu. Yo'q. Ichimda ko'pincha qolib ketadi. Ushlab turaman. Unda sizda vitiligo, ya'ni pes kasali, tanada oq dog'lar chiqishni boshlaydi. Sochingiz achak bo'lib, dumaloq bo'lib to'kilishni boshlaydi. Qoshingiz va kiprigingiz to'kilishni boshlaydi. Ichingizdagi mana alam yoki xafagarchilik, jahl, stressi kechirasiz. Menga shu joyda nohaqlik qildingiz, kechirasiz. Shu joyda gaplashib olsak, murosa qilsak bo'ladimi demaganingiz uchun u tana orqali baribir chiqishga harakat qiladi. Shuning uchun odam o'ziga ziyon, zarar bermaslik uchun bunaqa to'xtatish kerak. Ey, baraka topkur, to'xta. U chunki men ichimda, men gohida so'kingim keladi-ku, lekin men tushunmaydi-ku. Odamlar men nima deyman? Yop qulog'ingni deyman. Yop. Qulog'ini yopadi-ku. Mana shunday qilib bo'lsam so'kinib olaman. Chunki u emotsiya, u chiqish kerak. U menda qolib ketsa bo'ldi. Men bitta chiqaman, keyin tomog'im og'riydi yoki bunda qilaveraman. Qilaveraman. Chunki u chiqish kerak. Hojatga kirgis keladi, siygis keladi. Siymasa o'tiring, mochovoy puzuringizda onkologiya paydo bo'lishi mumkin. Bir yil mana siygis kelyapti, lekin ichingizda ushlab, voy, darsku, maktabku, doskadaman-ku yoki maktabdaman-ku, hojatga chiqib kelaman deb ayta olmaydigan bolalar bor. Kechirasiz, hojatga chiqib kelaman degan bolalar bor, ayta olmaydi. U bora keyin nima sistit bo'ladi. Sistit bora nima bo'ladi? Onkologiya bo'ladi. O'zingizga zararga ishlayapti. Jimligingiz, pisayganingiz o'zingizga zararga ishlaydi.